Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanur kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizning 39-dars. Mavzuyimiz masalalar yechish. 83-betni ochsangiz, u yerda bizning 8 va 9 vazifalarimiz bor. Biz bularni birgalikda bajarib ko'ramiz. Qani ketdik. 8-vazifamizni o'qiymiz. Bankda faqat maxsus karta yordamida ochiladigan elektron eshiklar o'rnatildi. Birinchi qavatda 25 ta shunday eshik, ikkinchi qavatda birinchi qavatdagidan 5 ta kam eshik, uchinchi qavatda ikkinchi qavatdagidan 3 ta kam eshik o'rnatildi. Bankda jami nechta aqlli eshiklar o'rnatilgan? Demak, bizda bankda eshiklar o'rnatilayotgan ekan. Bu birinchi qavatda 25 ta, keyin ikkinchi qavatda bizda 5 ta kam deyilyapti. Keyin uchinchi qavatda esa 3 ta kam eshik 2 ga qaraganda. Keling yozib olamiz har bittasini. Yozganimizda, ya'ni birinchi eshik deymiz, birinchi qavat, birinchi qavatda 25 ta eshik o'rnatilgan ekan. Ikkinchi qavatda esa bizda noma'lum, lekin bilamizki, birinchi qavatdagidan 5 ta kam, 5 ta eshik kamroq ekan birinchi qavatga qaraganda. Uchinchi qavatimizda noma'lum yana, lekin 3 ta kam ikkinchi qavatga qaraganda. Bizdan so'rashyaptiki, jami bo'lib nechta eshik o'rnatildi? Demak, birinchi vazifamiz bizni birinchi qavatda 25 ta bo'lsa, ikkinchi qavatda 5 ta kam bo'lsa, biz nima qilar ekanmiz? 25 dan minus 5 qilib olar ekanmiz. 5 minus 5imiz 0, 2imiz o'zi tushib keladi 20. Ya'ni ikkinchi qavatimizda, mana bu ikkinchi qavatimizda 20 ta eshik o'rnatilyapti. Bu ikkinchi qavatda. Uchinchi qavatda esa 2 deymiz. 20 3 ta kam deyapti. 20 tadan 3 ta kam. Ya'ni 20 minus 3. 0 minus 3 qilib bo'lmaydi, 2 dan qarz olamiz. Tevasiga nuqta qo'yib qo'yaylik. Ya'ni 2imiz 0imizga 10 ni beryapti. 0imiz 10 bo'ldi. 10 minus 3imiz 7 bo'ladi. 2imiz qarz berganligi uchun o'zi 1 bo'lib qoldi va tevadan 1 o'zi tushib keladi. Ya'ni 17 ta eshik 3-qavatda o'rnatilgan ekan. Bu 3-qavatda bo'lyapti. Bizdan so'rashyapti, jami nechta eshik o'rnatilgan? Birinchi qavatda 25 ta, ikkinchisida 20 ta, uchinchisida 17 ta. Jami nechta eshik o'rnatilgan? Buning uchun biz bu sonlarni bir-biriga qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, tevasiga yozib ketaveray, sig'mas ekan bu yerga. Uchinchisi deyman. Birinchi o'rinda keling 25 ni 20 ga ko'paytirib olaylik. 5 plus 0imiz 5, 2 plus 2imiz 4. Bu ikkita qavatga bo'lyapti. Endi uchinchisini ham qo'shib olsak, ya'ni 45 ni qo'shsak 17 ga, shunda jami chiqadi. 5 plus 7imiz bizda 12 ni beradi. Ikkisini yozib, birini eslab qolamiz. 4 plus 1imiz 5 bo'ladi. Pastaga 1 ni qo'shsak 6. Ya'ni bizda 62 ta eshik jami o'rnatilibdi. Javobini eng pastiga yozib qo'yaman. Javob deyman. 62 ta eshik jami o'rnatilibdi. Qani endi tagini bo'yab qo'yamiz. Tushunarliga. Endi bu siz yozilgan narsalarni chiroyli qilib daftaringizga yozib oling. Oldin mana bu birinchi, ikkinchisini yozasiz, keyin tevadagi 3, 4 ni ham qo'shib qo'yasiz. Oxirida keyin javobini ham yozib oling. Keyingi vazifadan o'tishdan oldin albatta videorolikimizga like ni bosib qo'ying, kanalga qo'shiling. Men esa 9-vazifaga o'taman. Agar bizni Telegram kanalimizda topolmayotgan bo'lsangiz, Telegram ilovasiga kirib, mana bu joyga bosib, Sanur maktab deb tersangiz, bizning Telegram kanalimiz chiqib keladi. 9-vazifamizni o'qiymiz. Ustun ko'rinishda hisoblang. Bizda oldin aytib qo'yilyapti, qanday usul bilan ishlashimizni. Xo'sh, har bittasini keyin yozib qo'yaylik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
va 8-si. Endi yozamiz bularni. 1 deymiz. 52 minus 14. 2 minus 4 qilib bo'lmaydi. 5 dan qarz olamiz. Ya'ni endi 5 imiz 2 ga 10 ni berib tursa, 12 bo'ladi. 12 minus 4 imiz bizda 8. 5 imiz o'zi qarz berganligi uchun 4 bo'lib qoldi. 4 minus 1 imiz esa 3. Ya'ni javobi 38. Ikkinchisi 48 ni qo'shar ekanmiz 35 ga. Hisoblaymiz. 8 plus 5 imiz 13. 3 ni yozamiz, lekin 1 ni eslab qolamiz. 4 plus 3 imiz 7. Tagidagi 1 qo'shsak 8 bo'ladi. Ya'ni 83. Uchinchisi 97. Qani edi? Sal chiroyliroq qilib yozaylik. 97 minus 45. 7 minus 5 imiz 2. 9 minus 4 imiz 5. Javobi 52. To'rtinchisi 37 plus 26. Hisoblaymiz. 7 plus 6 imiz bizda 13 ni beryapti. 3 ni yozib, 1 ni eslab qolamiz. 3 plus 2 imiz 5 bo'lyapti. 1imizni qo'shsak 6. Ya'ni 63. Eslatib o'taman, bu vazifani hozir yozayotganda siz oldin o'zingiz ham ishlab ko'ring. Ishlab bo'lganingizdan keyin men yozayotganim bilan tekshirib olganingiz yaxshiroq bo'ladi. Shunda siz nafaqatgina ko'chirayotgan bo'lasiz, balkim o'zingiz ishlab va men yozgan narsa orqali tekshirib olgan bo'lasiz. Keling, 5-sini yozamiz. 81 minus 65. Xo'sh, 1 minus 5imizni qilib bo'lmaydi, 8 dan qarz olamiz. 8 dan qarz olsak desak nuqta qo'yib qo'yamiz. Endi bu 1imiz 11 bo'lib qoldi. 11 minus 5imiz bizda 6 ni beradi. 8 imiz qarz berganligi uchun 7 bo'ldi. 7 minus 6 imiz esa 1, ya'ni 16. 6-inchisi 19 ni qo'shar ekanmiz 38 ga. Hisoblaymiz. 9 plus 8 imiz bizda 17 ni beradi. 7sini yozaman, 1sini eslab qolamiz. Keyingisi 1 plus 3 imiz 4 bo'ladi. Tagidagi 1 qo'shsak 5. Ya'ni 57. 7-inchisi 62 minus 15. Hisoblaymiz. 2 minus 5 qilib bo'lmaydi, 6 dan qarz olamiz. Shunda 12 minus 5 imiz bizda 7 ni beryapti. 6 imiz qarzini berganligi uchun o'zi 5 bo'lib qoldi. 5 minus 1 imiz 4 ni beradi. Ya'ni javobi bizda 47. Ya'ni 4imizni chiroyliroq qilib yozaylik. 47. 8-inchisi va oxirgisi 25 ni qo'shar ekanmiz 65 ga. 5 plus 5 imiz 10 bo'ladi. Shu 10 ni 0 ni yozib, 1 ni eslab qolamiz. 2 plus 6 imiz 8, tagidagi 1 qo'shsak 9 bo'ladi. Ya'ni javobi bizda 90. Sizni vazifangiz hozir bu yozgan narsalarimizni chiroyli qilib daftaringizga ko'chirib olish. Shu bilan bugungi uy vazifamiz tugaydi. Darsimiz yoqgan bo'lsa sizdan bitta like, kanalimizga qo'shiling. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.